Nega telefonning kamerasi dumaloqda, rasmga to'g'ri oladi. Chunki ichidagi dumaloq-ku. Mitdimi o'ylagunlaricha Teknodagi do'stlarimiz nima yangilik qilishganligini hozir aytib beraman. Bu yangilikni aytishdan oldin bu yoqda o'zi nimalar bo'lganini sizlarga ko'rsatib beraman. Kelishimiz bilan bizlarni shvedskiy stol kutib oldi va men bundan unumli foydalandim. Xonani to'ydirib ichkariga kirishim bilan mana shunaqa atmosfera bizlarni kutib oldi va ichkarida bolalar bilan har xil o'yinlar o'ynab oldik. Keyin bo'lsa eng kutilgan yangilik Camon 30 va Povo 6 telefonlarining namoyishi boshlandi. Camon 30 bu menga o'xshab rasmga tushishni yaxshi ko'radiganlar uchun juda ham mos keladigan telefon. Chunki asosiy va oldi kamerasi 50 megapiksel. Telefonning bir kunga zo'rg'a degan gapni Camon 30 da unutasiz. Chunki 5000 mAhlik quvvat sizga 2 kunga bemalol yetadi va eng qizig'i 70 vatt kuchlanish bilan siz 45 daqiqada yana quvvatni to'ldirib olasiz. Povo 6 smartfoni esa o'yin o'ynashni yaxshi ko'radiganlar uchun juda mos keladi. Bu telefonda siz o'yinlarni bemalol 11 soatdan oshiq o'ynashingiz va 50 daqiqa ichida yana quvvatni to'ldirib olishingiz mumkin. Bu smartfon o'yin uchun mo'ljallangan bo'lsa ham asosiy kamerasi 8 megapiksel va oldi kamerasi 32 megapiksel. Siz qaysi biridan tanlagan bo'lardingiz? Rasmga tushishmi yoki ko'proq o'yin o'ynashni? Javobingizni kommentga yozing. Bitta narsa aylan bo'ldim. Oyog'im bosib ketadi. Gapirdingizmi? Sababi aka odamlar hamma narsani rasmiyatda ko'rgan bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Shunaqa deb o'ylayman. Ha, men misol uchun kafilam shunaqa. Menda boshqa javob yo'q.